Bismillahirrohmanirrohim. Steam yozish uchun mana shu Steamni skachat qilamiz va unga kiramiz. Запустить. X qilamiz, запустить. Дальше hop bizga rus tili bo'lishi kerak. Hozir rus tilida ekan. Дальше установить. Готово. O'zi обновить qilib, o'zi hammasini tayyor qilib kiradi. Xo'p, Steam uстановка bo'ldi. Endi akkaunt ochib olamiz. Akkauntni bitta yaxshi tarafi Steam akkauntda bitta mailga 10 talab akkaunt ochsa ham bo'laveradi. Xo'p. Chrome'ga kirib, registratsiya Steam akkaunt deb yozsa, mana shu joyga keladi. Mana shu yerga kiradi. Keyin mailni nomini kopiya qilib olamiz. Kopировать. Mana shu yerga 2 marta mail yoziladi. Keyin mana bu yerga человекка bosiladi. Imamga bosiladi. Продолжить. Registratsiyani tugatish uchun mailingga o't, senga xat bordi deyapti. Hop, mailga o'tamiz. Mailga mana xat kelibdi. Unga kiramiz. Mana подтвердить адрес электронной почтаga bosib olamiz. Больше не показывает. Продолжить. Подтверждение bo'ldi. Endi u yoqqa o'tib, ishini oxiriga yetkazdi. Mana bu yoqqa o'tamiz. Endi xohlasang eski akkauntingni aktivlashtir yoki yangi ochgin deyapti. Bizga yangi kerak. Yangi ochamiz. Hop, ism qo'ygin deyapti. Ism. Misol uchun Steamni teskarisi. Mayets 777 bo'lsa. Mayets 777 parol. Parolga hop, bitta maslahat beryapti shekilli. Пароли создать надежный пароль для этого. Вам нужно запомнить этот пароль, он будет сохранен для аккаунта. Hop, использовать надежный пароль. Создать свой пароль. O'zimizni parolni qo'yamiz. Hop, misol uchun katta, kichkina, shift arrow qiyinroq bo'lishi kerak, 8 ta so'z bo'lishi kerak deyapti, har xil bo'lishi kerak deyapti. Misol uchun 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buni yoqmadi. Xo'p. Katta, kichkina, shift minus sabachka qilib ko'ramiz. Raqamlar. Mana shunaqa qilsak bo'lar ekan. Katta, kichkina, shift minus sabachka raqamlar. Mana Mayets 777 Zaynet deyapti. 777 11 qilib qolamiz dasturni. Готово. Parolni eslab qolish kerak edi. Xo'p, akkaunt ochildi. Mana bu yerda parolini saqlanib qilib qo'yin deyapti. Mana buni ham saqlanib qilib qo'yaveramiz esdan chiqmasligi uchun. Endi bu parolni yozib kiramiz. Parolni kopiya qilib olgan edim. Mayets 3 11 edi, yanglishmasam. Gmailingga parol keladi deyapti. Mana shu parol keladigan narsani ham olib tashlashni ham hozir ko'rsatib ketaman hozir. Mana Gmailga parol keldi deyapti. Gmailga kiramiz. Обновить qilamiz. Mana bu yerga parol kelibdi. Mana shu parollar kelmaydigan, birato'la kirib ketadigan saqlanib qilib qo'yamiz hozir. Mana shu hop, hozircha kirib turamiz bu bilan. Xo'p, mana Steam akkauntga kirdi. Endi
Steamga kirayotganda kod so'ramasdan login parolni tersa, promo kirib ketavergan qilib qo'yamiz buni. O'shanisi qulayroq bo'ladi. Настройка, Steam настройка, безопасностьga kiramiz. Mana Steam Guard degani bor. Настройка Steam Guard. Отключить Steam Guard qilamiz. O'shanda mana отключить Steam Guard. Bizani mailimizga tasdiqlagan degan xabar yana ketadi. Keyin mailga kiramiz. Mailni obnovit qilsa, Steam Guardni o'chiribsan deydi. Steam Guardni o'chirib qo'ygandan keyin parol so'rab o'tirmaydi, bemalol xohlagan joydan kirib ketaversa bo'ladi. Mana подтвердите отключение Steam Guard, shunga kiramiz. Mana отключить Steam Guard qilib qo'ysa bo'ldi, o'chadi. Akkauntdan chiqib yana bitta tekshirib ko'ramiz. Mana akkauntdan chiqib без parol, без подтверждения, без kod kiradigan bo'ladi. Mana chiqib qayta kiryapmiz. Endi kod so'ramaydi, promo kirib ketaveradi. Telefonga, internetga hojat bo'lmaydi o'shanda. Alohida yoki mailga kirishga hojat bo'lmaydi. Xo'p, bunda o'yin yosh juda oson. Magazinga bosib, Mametga misol uchun case deb yozilgan bo'lsa, case'ga o'zi chiqib keladi Mametda. Birinchida, keyin yana bu yerda kerakli narsalardan, настройкаdan, xo'p, avtozapuskga olib tashlagan yaxshi. Mana interfeysda bo'ladi. Avtozapuskga olib tashlasa, mana kompyuter yozganda sirazi Steamga kirib ketmaydi. O'zi xolasa kiradi, xohlamasa kirmaydi. Steamga kirib ketgan paytda, misol uchun Ctrl+1 ginat qilib ishlaydigan bo'ladi. Shuning uchun Steamda mana temishkani yoniga bosib chiqib ketgan yaxshi. Boshqa payt Steamda o'yinlar o'ynalmaydigan bo'lsa. Xo'p, avtozapusk olib tashladi. Yana bitta foydali narsa. Mana загрузкада kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p kompyuterlar bo'ladigan bo'lsa, internetdan obnovleniya qilmasdan через set orqali boshqa setdagi kompyuterlardan ham obnovleniya qilsa bo'ladi. Mana shu narsani только meni всем пользовательga qo'yib qo'ysa, qaysi kompyuter bo'sh bo'lsa, qaysi kompyuterda o'yin o'ynalmayotgan bo'lsa, set orqali bir-biriga skachat qilib oladi. Bu ancha tez bo'ladi. Internet tezligidan set tezligi katta bo'ladi. Ayniqsa hozirgi setlarning tezligi gigabayt skoroskda bo'lyapti. Juda tez obnovlat qiladi. Agar kompyuter H61 ga yig'ilgan bo'ladigan bo'lsa, unda gigabayt skorosk bo'lmaydi. Xo'p, kompyuter skorosini, setning skorosini qayerdan ko'rsa bo'ladi? Buni bu yerdan ko'rsa bo'ladi. Set svойствосiga kirib изменения. Изменениям nima? Изменение параметров. Mana shuni состоянияsiga bossa, set skorosini ko'rsatadi. Meniki 120 ekan, bu endi notebookga. Kompyuter xonani setning skorosi 1 gigabayt bo'ladi ko'pincha. Agar kompyuterlar yaxshi yig'ilgan bo'lsa. Mana shu yerda skorosini ko'rsatadi. Xo'p, 1 gigabayt skorosda ishlashi uchun nima qilish kerak? Birinchidan kompyuter sitoy kartasi 1 gigabayt skorosni поддержка qiladigan bo'lish kerak. hub, birov hub deydi, birov switch deydi. O'sha 1 gigabayt skorosni поддержка qiladigan bo'lish kerak va kabel to'g'ri abjim qilingan bo'lish kerak. To'g'ri abjim qilingan degani mana shunaqa abjim qilingan bo'lish kerak. Kabellar bir yoq tarafi, ikkinchi tarafi to'g'ri abjim qilinsa, set 1 gigabayt skoros tezlikda ishlaydi. Lekin kabel tortilib qisilib qoladigan bo'lsa, ba'zida o'sha 1 gigabayt skoros ham 100 megabaytga tushib qoladi. Ginat qiladi u kabelga qarab. Kabellar holatiga qarab ginat qiladi. Yana bitta narsa, yangi kompyuter yig'ayotgan odamlarga CS:GO yoki Steam o'yinlarini o'ynaydigan odamga kompyuterga umuman hard qo'yish kerak emas. Hard u skorosi juda ham past bo'ladi. 100 megabayt skorosda ishlaydi. SSD'larni SATAsi 700 megabayt skoros, M2'lari где-то 3000-7000 skorosliklari ham bor. Ana o'shalarni qo'ygan yaxshi. Agar hard qo'yadigan bo'lsa, misol uchun CS:GO ga kirayotganda ham 2,5 minut o'yinni o'ziga kirib olishga ketadi. SATAda bo'lsa SSD'da bo'ladigan bo'lsa 30 sekundda o'yinga kiradigan bo'lsa
Hard qo'yganda 2,5-3 minut vaqt ketib qoladi. Обновленияda ham где-то 30-40 minut обновление qiladigan narsasini 5 minut 7 minutda обновление qiladi. Xullas, yangi kompyuter yig'ayotganda umuman hard qo'yish kerak emas. Hardning tezligi juda past, 100. Xullas, menimcha bo'ldi shekilli.